Albatta, tavsiya yaxshi bo'ldi. Bajarish kerak. Umuman olganda, qarang qancha vaqt ketdi. Ozgina vaqt bo'ldi, lekin vaqt qancha o'tganini ham foydali. bilmay qoldik. O'sha qisqa fursatda inson o'zi uchun qancha kerakli bo'lgan narsalarga erisha oladi. Vaqtni ayamaslik kerak. O'sha jismoniy faollikka chorlovchi mashqlarni bajarishga albatta vaqt ajrating deymiz. Xo'p, bugun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ular Termiz davlat universiteti talabasi Shukrullo Siroj, ya'ni Shukrullo Siroj taxallusi bilan bugun ijod qilib kelayotgan adabiyotda o'z yo'nalishiga ega bo'lishga intilayotgan yoshlarimizdan biri. Shuningdek, ularni do'stlari Qosim Rahimqulovni ham studiyamizga taklif etganmiz. Suhbatimiz bugun she'riyat borasida, adabiyot borasida bo'ladi. Menimcha, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush Assalomu kelibsiz. alaykum. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Assalomu alaykum aziz vohadoshlar, hurmatli bizni ekran orqali kuzatib turgan aziz teletomoshabinlar, barchangizga erta tongdan xush kayfiyat va kun xayr va barakotini tilab qolaman. Rahmat sizga ham xayrli kun. Endi keling, barcha suhbatlar avvalida sizdan bir chiroyli she'r eshitsak, undan keyin esa suhbatimizni davom ettiramiz. Qayerda tug'ilgansiz? Bugun qaysi yo'nalishda tahsil olyapsiz? Bu haqda teletomoshabinlarimizga ma'lumot beramiz. Chunki studiyamizga bugun shoir kelganligini muxlislarimiz his eta olishlari kerak bo'ladi. Rahmat. Qaysi she'rni o'qib berasiz? Birinchi navbatda Shukrona degan she'rimni o'qib bermoqchiman, chunki hozirgi yashayotgan davrimiz, ya'ni mustaqillik davri, bu shukr qilsak arzigulik bir ajoyib davr. Ota-bobolarimiz orzu qilgan davr va shukronaki biz mana shunday bir ulug' davrga yetib keldik. Xudoy taolo bizni nasib qildi mana shunday davrga. Mana shunga bir mana shu shukronalik hissiga yo'rilgan Shukrona nomli she'rimni o'qib bermoqchiman. Marhamat. Ona yurtim, mustaqil O'zbekistonim, tole yulduzing porloq, bog'u bo'stonim, shukrona deb kuylayin terma dostonim, shukr qilsak arziydi istiqlol uchun, bizga berilgan baxt u istiqbol uchun. Ozod diyorda eskay hurlik shamoli, obodlik bu farzandlar baxtu kamoli, tinchlikdan chiroy ochmish yurtim jamoli. Shukr qilsak arziydi obodlik uchun, vatan erishgan erku ozodlik uchun. Quyosh kulib boqqanim, kun chiqar o'lkam, chiroyingdan nur olib oy boqar o'lkam. Sen bunchalar go'zalsan, bunchalar ko'rkam. Shukr qilsak arziydi hur diyor uchun, laylu nahor har dami nur diyor uchun. Avliyolar beshigi ilmga konsan, ma'rifatli el mangu nurli makonsan. Shukrona deb sha'ningga aytamiz ahsan. Shukr qilsak arziydi, shukr qilsak arziydi gul chiroy uchun, jannat uzra bo'y cho'zgan keng saroy uchun. Shukronalik mu'minga farz erur sunnat, asli iymondan erur yurtga muhabbat. Saodatli bu yo'lning oxiri jannat. Shukr qilsak arziydi pok iymon uchun, bundan ortiq ne kerak musulmon uchun. Shukrulloh, shukrulloh sen burchingni aylabon qoyim, vatan uchun kuylagin, vatan uchun kuylagin beriyo doim. Tilda ash'or, dilingda bo'lsin xudoyim. Shukr qilsak arziydi, shukr qilsak arziydi vatan bor uchun, ezgu tilak har ishda Tangri yor uchun. Rahmat. Haqiqatan ham har bir kunimizga shukronalik keltirib yashashimiz kerak bo'ladi. Albatta. Shukrullo, endi o'zingizni tanishtirib o'tsangiz marhamat. Men Sirojov Istam asl ismim, Shukrulloh Siroj taxallusi ostida ijod qilaman. Demak, Istam ismingiz. Istam shunday. Shukrulloh nega bu taxallus aynan? Hozir aytganimizdek, bu shukronalik belgisi va hayotda har bir inson o'ziga berilgan ne'matlarga
shukur qilib yashashi kerak deb o'ylayman. Mana ulug'larimizdan biri shukr go'yi ne'mat afzun kunad, noshukr ro az kafash berun kunad deydilar. Ya'ni o'sha tojik tilida yozilgan baytda, ya'ni shukur qilsang ne'mating ziyoda qilinadi, noshukur kishining demak xulosa ne'mati demak olib qo'yiladi undan degan ma'noda keladi. Va buning ikkinchi sababi o'zi asl ismim Istam, lekin uyda va ko'chada va boshqa joylarda meni Shukrulloh deb atashadi. O'zim 25-iyul 1989-yilda Oltinsoy tumani Gulobod mahallasida tug'ilganman. O'zim tug'ilgan mahallamdagi 9-umumiy o'rta ta'lim maktabini bitirganman va bu yil Termiz davlat universitetining Rus va qardosh tillar fakulteti tojik tili ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasiman. She'riyatga kirib kelishimda menga yaqindan yordam bergan ustozlarim, avvalambor ota-onam menga deylik har jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan o'zlarini duolari, mehr-muhabbatlari bilan, undan keyin ustozlarim surxondaryolik shoir ham ilm ma'rifatli juda ham bir ajoyib inson ustozim Muhammad Ro'zi G'anizod, she'riyatning ilk deylik saboqlarini u kishidan olganman va undan so'ng mana 3-4 yil bo'ldi Zulisonay shoir, ham falsafa fanlari doktori, professor, asli surxondaryolik bo'lgan ustozim Ja'far Muhammad Termiziyning qo'llarida deylik she'riyatning sir sanoatlaridan va deylik saboq olib kelmoqdaman. Albatta insonni dunyoni ko'rish qobiliyati bo'ladi. Kimdir dunyoni boricha qabul qilib ko'rsa, yana boshqa inson esa bir falsafiy nigoh bilan qarashga harakat qiladi. Ya'ni ezguliklarni kuzatgisi keladi, yaxshiliklarni kuzatgisi keladi va o'sha kuzatuvlar natijasida shunchaki bir fikr bildirib qo'ymaydi, balkim she'riy misralar orqali o'zini ichki hayajonini ham ifodalagisi keladi. Demak, bu shoirlik. Shoir bo'la olish, masalan, kimdir aytishi mumkin, to'rtta so'zni biriga qo'shib nimadir yasayish mumkin yoki gap hosil qilish mumkin deydi. Yo'q, unda hissiyot yo'q bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha. Agar deylik hamma ham she'r yoza olganida, siz aytgandek to'rtta so'zni biriktirib bitta she'r qila olish mumkin bo'lganida, iste'dodning va qobiliyatning hech qanday o'rni qolmasdi. She'r bu inson deylik ongu shuurida shakllanib dunyoga keladigan, xuddi beg'ubor bir chaqaloqdek dunyoga keladigan bir ajoyib bir tuyg'u. She'r deylik har kimga ham she'r yozish nasib qilavermaydi. She'r bilan she'rning deylik o'rtasida farq bor. Masalan, shoirlar bor, zavq bilan yozadi. Ya'ni o'sha men ham she'r yozay, degan zavq bilan. Masalan, deylik she'r san'atini biladi, so'z san'atini biladi. Shunga qarab deylik o'sha zavq bilan she'r yozadi. Lekin shoirlar bor, bu ilhom bilan yozadi. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Siz Surxondaryo telekanalida jonli efirda Munavvar kun musiqiy dam olish dasturini tomosha qilyapsiz va bugun studiyamizga mehmon sifatida shoir Shukrulloh Sirojni taklif etganmiz va qo'limda ularning to'plamlari Tovusi hayol, ya'ni hayol tovusi. To'g'rimi? Ya'ni insonni hayolidan o'tayotgan har bir kechimalar, har bir o'sha hissiyot deymizmi yoki o'sha hamma narsa tovusni o'sha go'zal bir ko'rinish singari tasvirlangan bunda. Kerak ushbu to'plamdan o'rin olgan bir chiroyli she'r tinglasak nima deysiz? Avvalambor ushbu to'plam haqida ozgina ma'lumot bersam, bu mening ilk she'riy to'plamim va aytib o'tish joizki, men tojik va o'zbek tillarida, ya'ni ikki tilda bir xil ijod qilaman va bu birinchi kitobim ustozim betakror inson deylik asli surxondaryolik bo'lgan va Boysunning go'zal tabiati va purviqor tog'laridan ilhom oluvchi shoir Ja'far Muhammad Termiziy tahriri ostida
2023-yilda nashr qilindi tojik tilida. Bundan she'rlar, g'azallar va qasidalar o'rin olgan. Hozir o'qib beradigan she'rim yake tojik, yake o'zbek deb nomlanadi. Bu tojik va o'zbek xalqlarining do'stligiga bag'ishlangan. Hozir sizlarga mana shu she'rni o'qib bermoqchiman. Marhamat. تو شاخی یک شجر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. دو باغی پرثمر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. دو خلق یک تن و جان را، دو فرزندی به جان پیوند، زی یک مادر پدر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. زبانم همچو اون نابو، لبان یار عسل باشد، زی اسرار و اثر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. یکی شاعر سخنگوی و یکی گوهرفشان عارف، دو دستی پرهنر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. محبت خانه دل شد، محبت خانه دل شد، دو یاری هم نفس آزاد، زی یک دیوار و در دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. جهانی عاشقی هر دم نظر کردم و بیباکی، دو چشمی یک نظر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. دو شاهی عادلی دوران، نوایی خانم و جامی، عزیز و معتبر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. دو رخسار سعادت را، طلوع شمس فروردین درخشان در سحر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبک. ایا شکر خدا برخوان کتاب زندگی از دل، که به از کان زر دیدم، یکی تاجیک یکی ازبek. Rahmat. Haqiqatan ham o'sha o'zbek va tojik xalqlari qadim-qadimdan bir xalq bo'lishga umagani bir urf-odatlari bir xil, hayot tarzi bir xil, turmush kechinmalari bir xil, xudandachilik bilan, do'sti yorchilik bilan umr guzaronlik qilishgan. Bu o'sha qadim-qadimdan bizni o'sha mehmondo'st, xalqchil davlat ekanligimizni ko'rsatib tura oladi. Xuddi egizak bir Hasan bir birodarlardek, urf-odatimiz, qadriyatlarimiz, an'analarimiz, hatto to'y hashamlarimiz va milliy liboslarimiz, milliy taomlarimiz hatto bir-biriga yaqin va deylik bir xil desak ham bo'ladi. To'g'ri. Shu o'rinda yuqorida bitta savol qolib ketdi. Reklamadan oldin berilgan savol. Har bir shoirni o'ziga yarasha ilhomlanadigan jihatlari bor-da. Aynan siz nimadan ilhomlanasiz? Aynan siz uchun ilhom nima? Shu savolga javob berib keting. Ilhomni so'z bilan ta'riflash, so'z bilan ifodalab berish juda ham bir mushkul. Chunki bu Alloh taolo tomonidan o'sha qalbi pok insonlarga ato etiladigan ulug' bir ne'matlardan biri. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek har bir insonga demak nasib qilavermaydi. Shoir nimadan ilhomlanadi? Shoir o'sha tabiat go'zalliklaridan, asosan go'zallikdan, yaxshi insonlar, ayniqsa ilm ahli suhbatidan. Ba'zi bir shoirlar mana musiqadan ilhom oladi, mutolaadan ilhom oladi va do'stlar diydoridan ilhom olish mumkin. Umuman tabiatning har qanday javhasiki deylik ta'siri baxsh bo'lsa, shoir ana shu narsadan deylik ilhomlanadi. To'g'ri. Endi bugun Shukrullo asosan qanday yutuqlarga erishib kelyapsiz? Kerak shu xususda ham to'xtalsak. Chunki inson adabiyotga kirib keldimi, ijod qilyaptimi, demak ijod namunalari xalq orasiga kirib borishini xohlaydi-da. Albatta. To'g'rimi? Shunchaki u qoralama emas, kimnidir yuragiga kirib bora oladigan so'zlar bo'lishini, haroratli so'zlar bo'lishini istaydi. Masalan, deylik, Tovusi xayol ulardan biri. Yana bu kabi yutuqlar haqida to'xtalsak. İlk yutug'imiz
ilk yutug'imiz avvalambor har bir kishining ilk yutug'i avvalambor inson bo'lib tug'ilgani. Inson bo'lib tug'ilgani va berilgan iste'dod bu bizning yutug'imiz. Va yana eng katta yutuqlarimdan biri deylik Ja'far Muhammad Termiziydek ulug' insonga shogird ekanligi. Va bu yerda bir nechta muvaffaqiyatlarni, yutuqlarni olib kelganman. Mana shulardan biri, mana Qosimjon yordam berib olsalar. Bu yerda bor mana Rozi Chashmasor kitobi. Mana Rozi Chashmasor kitobi ko'rsatishimiz mumkin. Bu kitobda mana aruzshunos shoir Abduqayyum Hasanzod bilan birgalikda 2022-yilda o'zim bilan 17 ta shoirni deylik ijod namunalarini, tarjimai hollarini jamlab bitta kitob qilganmiz. Bundan tashqari mana Safinai Suxan degan kitob bor. Bu ham Tojikiston Respublikasi Dushanbe shahrida 2023-yilda nashr etildi. Bunda tojik va o'zbek adiblarning, shoirlarning she'rlari jamlangan 92 nafardan iborat. Shu jumladan bizning she'rlarimiz ham mana shu kitobdan joy olgan. Bu kitob deylik Safinai Suxan deb nomlanadi va tojik tilida nashr etilgan. Va navbatdagi kitobimiz Hilol to'plamining 3-davri. Hilol to'plamining 3-davri bu Namangan muhandislik va qurilish instituti va oliy ta'lim vazirligi hamkorligida tayyorlandi, ya'ni nashr etildi. Bunda yosh ijodkorlarning she'rlari va tarjimai hollari o'rin olgan. Bu kitob deylik Hilol deb nomlangan va deylik 3-davrida mana bizning she'rlarimiz demak mana shu kitobdan joy olgan. Bundan tashqari mana bu yerda olib kelganman juda ham ko'p gazeta va jurnallar. Mana Surxon Tongi gazetasi bor, Xovar degan gazetalar. Albatta, demak gazetalarda ham ijodiy ishlaringiz namunalar chop etilib turibdi. Albatta, bunda hozir 2 ta maqolam chop etilgan, ya'ni bitta maqolam Surxon Tongi gazetasida. Bittasi Zehnida she'rin bitib degan maqola, deylik mening hayotim va ijodiyotimga bag'ishlab yozilgan maqola va ikkinchi maqolamiz bu ustozimiz Ja'far Muhammad Termiziy demak 27-28 oktyabr kunlari Surxondaryoda bo'ldilar. Ya'ni ijodiy tashrif bilan va ijodiy kechalari Termiz davlat universiteti va Boysun madaniyat markazida o'tkazildi. Mana shu tadbirlarga bag'ishlangan vatanni sevmasdan shoir bo'lmaydi deb nomlangan maqolam Surxon Tongi gazetasida nashr etildi. Albatta, ijodkor borki, doimo ijod bilan band, u ko'plab o'sha ijod namunalarini yarataveradi va u xalq qalbiga kirib, yuragiga kirib boraveradi. Bugun sizni tanishtirganimizdan, yurtdoshlarimizga siz haqingizda ma'lumot berganimizdan xursandmiz. Chunki adabiyotda yangi ovoz paydo bo'lsa, adabiyotda yangi bir shaxs maydonga kirib kelsa, bu yutuq. Chunki bugun siz orqali, sizni she'rlaringiz orqali, sizni mulohazalaringiz orqali yana qancha qalblarga biz adabiyot nurini olib kira olamiz. Bunday olganda adabiyot shu'lasini yoqa olamiz. Bugun maqsadimiz ham shu, millatni kitobxon millat bo'lib shakllanishiga hissa qo'shish. Chunki kitobdan yiroqlashgan kunimiz ma'naviyatdan yiroqlashgan kunimiz hisoblanadi. Inson nurga talpinadi, nurdan yiroqlashmaydi. Nur bu nima? Nur kitob. Hech qachon kitobdan yiroqlashmang, adabiyotdan yiroqlashmang degan tavsiyalarni ham berib o'tsak o'rinli. Xo'p, Shukrulloh Siroj, bugungi tashrif uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Qosimdan esa bitta kichkinagina savolga javob olamiz. Maqsadi qaysi savolni so'ragan bo'lardingiz? Savol. Keling, men so'rayman. So'ray qoling. Xo'p, Shukrulloh bilan mana birgalikdasiz. Chunki shoirlar bilan zamondosh bo'lgan insonlar, yelkama-yelka faoliyat ko'rsatgan insonlar va asosiysi ular bilan bir muloqotda bo'lgan insonlarning o'zini shirin xotiralari bo'ladi. Shukrulloh Siroj odatda she'r bitishda nimaga e'tibor beradi? Nimalarni o'rganyapsiz va nimalarni ko'ryapsiz? Qisqa savol, qisqa javob. Avvalambor assalomu alaykum. Surxondaryo ahligi va Qashqadaryo ahligi. O'zim Qashqadaryodanman. Qashqadaryo Bog'chorboq qishlog'ida yashayman. Mana shu yil birinchi kurs talabasi bo'ldim. Termiz davlat universitetiga. Mana Shukrulloh Siroj shoir, ya'ni ustozimiz bilan, bizda ustozimizday bu kishi. To'g'ri. Bu kishi bilan birga turamiz va bu kishini bir masalan ko'rib turaman.
har qanday men tashqariga chiqsam ham bir shunday bir qanday deydi, masalan bir shunday ko'rib qolsam bo'ldi-da. Masalan, o'zim ko'pincha sport bilan shug'ullanaman, lekin bu kishi shoir. Faqat xush xayollari she'r yozishda. She'r yozadilar. Hayot. Lekin men Hayotda. shunday harakat qildimki, she'r yoza olmadim-da. Hozir aytib o'tdilarki, ilhom keladi dedilar. Lekin shu to'g'ri gapmi, masalan, men qancha harakat qildim, lekin umuman she'r yoza olmadim. To'g'ri. Bu ham iste'dod yuqtirilishi kerak, har kimga ham berilavermaydi. Demak, bugun o'rganadigan jihatlaringiz ko'p. Ha, o'rganaman deyman. Bu kishidan haqiqatdan ham ko'p narsa o'rganamiz. Masalan, dars jarayonida, shu uyga turadigan joyimizda ham har bir narsani so'raymiz, lekin she'r yoza olmayapmiz. Lekin she'r yozishni ancha-muncha tushunib qolgansiz. Ha, ancha tushunib qolganmiz, lekin baribir she'r yozishni har bir xususiyatlari o'ziga xosda. To'g'ri. Rahmat bugungi tashrif uchun. Albatta biz o'ylaymizki, ko'pchilikka yangi ma'lumotlar bera oldik va sizlarni yana studiyamizda kutib qolamiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, biz davom etamiz. Biz ayni damda qiziqarli dunyo sahifasi. Marhamat, tomosha qilamiz.